Ijtimoiy tarmoqlarda ko'kosh masalasi trendga chiqdi. Jamiyat uyalmay rosa ko'koshlayapti. Internet xususiy klinikaga bo'layotgan janjal va mojarolarga to'lib ketdi. Bepul amaliyot uchun betayin klinika qurboniga aylangan Vaynchi uchun dodlab avjiga chiqqanlar topildi. Prosmotrlar zo'rligidan ilhomlangan ko'koshchilar fursatdan foydalanib oshqozon operatsiyasini reklama qilishni boshlab yuborishdi. Kokoshku ham mayli o'z yo'liga tirikchilik qildi. Hamma o'zi eplagancha kun ko'rdi. Biroq hayotimiz shu vayinchilarning muammolari muhokamasi-yu, ularning tayin-betayin videolarini tomosha qilish bilan o'tib ketyapti. Kasalxonalardagi achinarli ahvollar haqida o'nlab postlar qo'yildi. Qurbon bo'layotgan beg'ubor go'daklar haqida tinmay yozildi. Sanoqli blogerlar va jurnalistlar, aytmasa hech kim bu mavzuga qiziqmadi. Muammolarni yoritishdan qochishdi. Ammo gap mashhurlar haqida ketsa, intervyu olishga chopishdi. Bugun vayinlarga kulib, hayotdagi og'riqli masalalarga ko'z yummoqdamiz. Bu muammolar kun tartibidan chiqib, uning o'rnini miyalarni kemiruvchi kontentlar egalladi. Jamiyat yengil-yelpi mavzular bilan o'ralashib qolgani uchun bemor bolajonlar ko'zidan oqayotgan ulkan muammoga g'arq bo'layapmiz. Turli xil operatsionerlar, turli xil xususiy klinikalar hamda mashhurlarga o'ralashib qoldik. Bugun tongda ham yana bir taniqli instabloger o'zining sahifasida kokosh haqidagi so'nggi ma'lumotlarni ommaga oshkor qildi. Kokosh taxallusi bilan tanilgan Kamola hali sog'lig'i to'liq tiklanmagani bo'lishiga qaramasdan uyiga javob berishgani hamda endi uyida davolanishni davom ettirish haqida aytib o'tgan. Shuningdek, Kokosh unga yaqindan yordam bergan barchaga, Munisa Rizayeva, Jasminga hamda yonida qo'llab-quvvatlagan do'stlariga minnatdorchilik bildirgan. Muxlislaridan uni duo qilib turganliklari uchun minnatdor ekanligini aytib, yanada duoda bo'lishlarini va tez orada butunlay sog'ayib oyoqqa turishini aytgan. Bloger bilan bog'liq bo'lgan operatsiyaga javobgar bo'lgan Medkonsultant klinikasiga esa qonunan chora ko'rilishini, barcha sudda javob berishini aytib o'tgan instablogerlar.